Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan rulet tortini tayyorlaymiz. Juda ham mazali, yumshoqqina, og'izda eriydigan tort bo'ladi. Ishimizni malinali pyure tayyorlashdan boshlaymiz. Chuqurroq idishimizga 250 g malina va 100 g shakar solamiz. O'rta olovga qo'yamiz. Malinani muzlatilganidan ishlatdim. Buni o'rniga qulupnay yoki boshqa o'rmon mevalaridan foydalanishimiz mumkin. Qaynash darajasiga yetkazamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Massamiz qaynab turgan paytda kraxmal bilan suvni aralashtirib olamiz. 1 osh qoshiq, ya'ni 15 g makkajo'xori kraxmali va 2 osh qoshiqda oddiy sovuq suv solib, xuddi shunaqa ko'rinishga keltirib olamiz. Endi tayyor kraxmalli massani qaynab turgan malinali massamizni ustiga qo'shib, tez-tez aralashtiramiz. Bu jarayonda tinmasdan aralashtirishimiz kerak, tezda quyuqlashadi. Kraxmal massamizni quyuqlashishiga yordam beradi. Mana birpasda xuddi shunaqa quyuq holatga keladi va endi olovidan olib, elakdan o'tkazib olamiz. Xuddi shu holaticha ishlatishimiz ham mumkin. Danaklarini xohlamaganlar albatta elakdan o'tkazib olishlari kerak. Chiroyli pyure holatiga keldi. Endi buni ustini yopib, to'liq sovitishga qoldiramiz. Bu arada tortimizni biskvitini tayyorlab olamiz. 4 dona o'rtacha kattalikdagi tuxumni oqi bilan sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini chetga qo'yib turamiz. Tuxum sarig'ini ustiga biskvitimiz uchun ishlatiladigan shakardan 2 osh qoshig'ini qo'shamiz. 1 choy qoshiqda vanilin shakari qo'shamiz. Va mikser yordamida oppoq quyuq holatga kelgunigacha ko'pirtirib olamiz. Tayyor massamizni ustiga xona haroratida turgan 100 mg sut qo'shamiz. 70 mg hidsiz o'simlik yog'i. Uni ham qo'shib birozgina aralashtirib olamiz. Endi un bilan qavartmani elakdan o'tkazib qo'shamiz. 150 g un va 1 choy qoshiqda qavartma, ya'ni razrexlitel. Mikser yordamida silliqqina xamir qilib olamiz. Tayyor xamirni chetga qo'yib, endi tuxum oqini ko'pirtirishni boshlaymiz. Tuxum oqiga har doimgidek 1 chimdik tuz qo'shamiz va mikser yordamida ko'pirtirishni boshlaymiz. Birozgina oqarganidan keyin 1 choy qoshiqda limon sokidan qo'shamiz. Shakarni qolganini oz-ozdan solib, ko'pirtirishda davom etamiz. Shakarlari to'liq erib, oppoq, qattiq quyuq beze holatiga kelgunigacha taxminan 4-5 daqiqa davomida ko'pirtirib olamiz. Bezimiz tayyor bo'ldi. Endi boyagi tayyorlab qo'yilgan xamir bilan ikkalasini aralashtiramiz. Oz-ozdan qo'shib, yengilgina aralashtiramiz. Silliqqina, yengil biskvit xamiri bo'ladi. Va bu arada duxovkamizni tepa pastini baravar qilib yoqib, qizitib qo'yishimiz kerak. Tayyor xamirni hammasini yoyiq patnisga qo'yib, ustilarini bir tekisda tekislab olamiz. Qizigan duxovkada 170 gradusda taxminan 15-20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Yoyiq korj bo'lganligi uchun tezda pishadi. Yana ham duxovkamiz turiga qarab pishish vaqti o'zgarishi mumkin. Tayyor korjni chetlarini tekislab kesib olamiz
Va endi kremini tayyorlashni boshlaymiz. Krem uchun 300 mg 36% suyuq qaymoq, 200 g krem pishloq, ya'ni krem chiz, 1 choy qoshiqda vanilin shakari va 100 g shakar pudrasi. Hammasini mikserlab olamiz, quyuq qattiq krem bo'lgunigacha. Va bu orada korjimiz ham to'liq sovib turadi, kremi tayyor bo'lgunigacha. Mana kremimiz tayyor, silliqqina formasini ushlaydigan qattiq krem bo'ladi. Endi tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Malinali pyure to'liq sovigan, hammasini korjimizni ustiga qo'yib tekislab yoyib chiqamiz. Korjni namlantirish shart emas, o'zi pyure bilan, krem bilan juda ham mazali va yumshoqqina bo'lib chiqadi. Pyureni surib bo'lganimizdan keyin kremini konditer qopi yordamida bir tekisda qo'yib chiqamiz. Ustilarini yaxshilab tekislaymiz. Va endi lineyka yordamida o'lchab olishimiz kerak. Bir xil o'lchamda 4 ta bo'lakka kesamiz. Har bir lenta 7,5 cm dan o'lchadim. Tayyor kesilgan lentalarni endi sekin o'rashni boshlaymiz. Yengil harakatlar bilan zichlamasdan rulet shaklida o'raymiz. Birinchi o'ralgan ruletimizni idishimizni o'rta qismiga joylashtiramiz. Va qolganlarni ham xuddi shu videoda ko'rganingizdek qilib atrofiga joylashtirib chiqamiz. Bu jarayonda biroz ehtiyotkorlik bilan ishlashimiz kerak. Korjlarimiz juda ham nozik va kremli bo'lgani uchun sinib ketishi mumkin yoki qo'limizdan sirg'alib ketishi mumkin. Oxirgi lentani ham joylashtiramiz va ustidan ortiqcha chiqib qolgan kremlarini sekingina olamiz. Endi tayyor tortimizni bir necha soat davomida xolodilnikka qoldiramiz. Atrofiga qolip qo'ydim, formasini yaxshi ushlab turishi uchun. Va oradan vaqt o'tganidan keyin tortimizni o'zimiz xohishimizga ko'ra bezatib bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Plyonka qo'yganim uchun atrofi, ya'ni ustidagi, korjni ustidagi qismi biroz shilindi, shuning uchun hammasini oldim. Va yana ozgina krem tayyorlab atrofini yopib chiqdim. Hamma joyini to'liq yopib ketadi krem bilan. Ustini bezatish hammani o'zini xohishiga ko'ra mevalar bilan chiroyli qilib bezatib chiqdim. Dasturxonimizni bezatib turadigan chiroyli tort bo'ladi va albatta mazasi ham juda ham mazali. Albatta tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman. Oson, uyaltirib qo'ymaydigan, o'xshab chiqadigan tortlardan bittasi bo'ladi. Keskanda ham ko'rishingiz mumkin qanchalik yumshoqligini. Ayniqsa malinali pyure bilan juda ham mazali bo'ladi. Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring kommentariyada va like bosib, yaqinlaringizni ham kanalga taklif qilishni unutmang. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.